Songi bor yoxud kechir 2121 qism ehtimol bitta juda og'ir savol bilan boshlanadi. Agar bir erkak oz qoli bilan pulini, ishonchini, hatto hayotiga kirish huquqini boshqa bir ayolga topshirgan bo'lsa, hammasi qulagandan keyin u haqiqatan ham jabrdiydami yoki o'zi bu fojiaga yo'l ochib bergan odammi? Menimcha, bu safar eng qiziq nuqta Sodiq atrofida bo'ladi. U nazokat bilan yuzlashtirishga aldangan odamning g'azabi bilan kiradi. U hammasi darhol aniq bo'lishini xohlaydi. Nazokat aybdor deb topilishini, pullar qaytishini, hamma uni jabrdiyda deb tan olishini istaydi. Lekin hayot bunaqa oson emas, chunki nazokat burchakka siqilganda titrab qoladigan ayollardan emas. U juda xotirjam. Hatto shu xotirjamligi odamni seskantiradi. Chunki aybi bor odam vahimaga tushmasa demak, uning qolida hali nimadir bor va ehtimol o'sha narsa audio yozuvdir. Agar nazokat haqiqatan ham pul, oltin, mol-mulkdan foydalanish huquqi Sodiqning o'zi tomonidan berilganini ko'rsatadigan dalilni chiqarsa, hammasi juda tez o'zgaradi. Oddiy firibgarlik voqeasi birdan his-tuyg'u, ochkozlik, ixtiyoriy rozilik va erkaklik sha'ni aralashib ketgan murakkab masalaga aylanadi. Men Sodiqning fojiasini aynan shu joyda ko'raman. U faqat pulini yo'qotmayapti. U bir paytlar buyruq berishga o'rgangan odam sifatidagi mavqeini ham yo'qotyapti. Hamma narsani nazorat qilaman deb o'ylagan odam oxirida o'z aytgan gaplari bilan so'roqqa tortilmoqda. Tergovchi boshida Sodiqni jabrdiyda deb ko'rishi mumkin. Ammo qancha eshitsa, qancha savol bersa, qancha solishtirsa, voqea tashqaridan ko'ringanchalik toza emasligini sezadi. Agar nazokat begona ayol bo'lsa, nega seyfga yaqinlasha oldi? Agar u shunchaki firibgar bo'lsa, nega audio yozuv bor? Agar Sodiq unga hech qanday huquq bermagan bo'lsa, nega u bunchalik o'ziga ishongan? Shu yerda Sodiq asta-sekin o'zini yo'qota boshlaydi. U qancha ko'p tushuntirsa, shuncha ko'proq o'z uyatini yashirayotganga o'xshaydi. Menimcha, u boshida qonundan qo'rqmaydi. U bundan ham ko'proq. Odamlar uning qanday laqma bo'lganini ko'rib qolishidan qo'rqadi. Nazokat esa pulga birinchi bo'lib yopishmaydi. U erkakning nafsoniyatiga uradi. U aytishi mumkin, Sodiqning o'zi uni izlagan, uning o'zi shirin gaplarga ishongan, uning o'zi yosh ayol uni chin dildan tanlaydi deb o'ylagan. Bu gaplar achchiq, lekin hayotiy. Chunki ba'zan eng og'ir aldov yo'qotilgan pulda emas, o'zingni kulgiga aylantirilgandek his qilishdadir. Yonida esa Nosirboy hammasini boshqalardan aniqroq ko'rib turadi. U nazokatni oqlamaydi, lekin Sodiq tarafida korkorona ham turolmaydi. U do'sti qizishib ketganini, xorlanganini, g'azabini hammaga sochmoqchi bo'layotganini tushunadi. Ammo aynan shunday paytda Sodiq yana yangi xatoga yo'l qo'yishi mumkin. Menimcha, Nosirboy Sodiqni tinchlanishga chaqiradigan sahna juda muhim bo'ladi. Oddiy gapdek tuyuladi, lekin o'sha holatda tinchlaning degan so'z ham Sodiqga qo'yishdan og'irroq botadi. Chunki u o'zini achinishga arziydigan odamdek his qiladi. Bir paytlar puli, kuchi, so'zi bor odam. Endi boshqalardan o'zini tutishni eshitishga majbur. Buni yutish oson emas, lekin eng og'ir zarba baribir nazokatdan kelmasligi mumkin. Menimcha, Sodiqni chinakam titratadigan odam Manzura, chunki nazokat uning faqat oxirgi oylarini biladi. Manzura esa butun bir umrini biladi. U Sodiq oilasiga qanday munosabatda bo'lganini biladi. Sobiq xotinini necha marta mensimagani, pul bilan ham yopib bo'lmaydigan yaralarni biladi. Agar Manzura guvoh sifatida chaqirilsa, masala endi faqat pul haqida bo'lmaydi. Bu o'z oilasini yo'qotib bo'lgan, keyin mol-mulkini ham boy bergan erkakning hikoyasiga aylanadi. Men aynan shu yo'nalishni kuchli deb bilaman. Chunki u mojaroni chuqurlashtiradi. Sodiq faqat ko'z oldidagi nazokat bilan kurashmaydi.
U o'zi yaratgan 60 bilan ham yuzma-yuz keladi. Ba'zida esa 60 hozirgi kundan ham shafqatsizroq bo'ladi. Manzura endi o'z dardini isbotlash uchun baqirishi shart emas. Uning paydo bo'lishining o'zi Sodiqni bezovta qilishga yetadi. Chunki u biladi, juda uzoq vaqt jim yurgan ayol bir marta gap boshlasa, yengil gaplarni aytmaydi. Keyingi qismda Sodiq juda qiyin holatga tushishi mumkin. Agar u nazokatni ayblashda davom etsa, u yana dalil chiqaradi. Agar jim tursa, pulidan ayriladi. Agar jahli chiqsa, tergovchi oldida o'zini yanada yomon ko'rsatadi. Agar Manzura haqiqatni gapirsa, u oxirgi qolgan obrazdan ham ayriladi. Menda shunday tuyg'u bor, nazokat yolg'iz qutulishni istamayapti. U Sodiqni ham o'zi bilan pastga tortmoqchi. Go'yoki, agar men ochko'z bo'lsam, siz ham pok emassiz. Agar men sizni aldagan bo'lsam, siz ham boshqalarni va'dalar, mas'uliyatsizlik bilan aldagansiz. Shuning uchun voqea yanada taxmin qilib bo'lmas darajaga chiqadi. Tomoshabin nazokatni yomon ko'rishi mumkin, lekin Sodiqga to'liq achinish ham qiyin. Chunki chuqurroq qarasak, u faqat jabrdiyda emas. U fojiaga eshikni o'zi ochgan odam. Birinchi ehtimol, nazokat audio yozuv orqali tergovni sekinlashtiradi va ishni ikki kishi o'rtasidagi munosabat hamda moliyaviy kelishuvga aylantiradi. Shunda Sodiq g'azabdan o'zini yo'qotib, o'ziga zarar bo'ladigan gapni aytib qo'yishi mumkin. Ikkinchi ehtimol, Manzura guvohlik berishga rozi bo'ladi. Uning bitta rost gapi ham Sodiqning ko'p yillik ko'rinishini odamlar ko'zida qulatishi mumkin. Ko'p baqirish shart emas, ko'p yig'lash ham shart emas. Faqat haqiqatni aytsa bo'ldi. Uchinchi ehtimol, Nosirboy nazokat ortida boshqa odam borligini sezib qoladi. Chunki agar u audio, hisoblar, pul chiqarish yo'li va qochish rejasini oldindan tayyorlagan bo'lsa, bu oddiy aldov bo'lmasligi mumkin. Agar shunday bo'lsa, Sodiq hali tubga yetgani yo'q. U endigina aldanganini tushuna boshlayapti. Undan ham dahshatlisi, u bir vaqtning o'zida bir nechta odam tomonidan aldanganini bilib qolishi mumkin. Menimcha, bu qismni kutishga arziydigan narsa nazokat qo'lga olinadimi yo'qmi degan savol emas. Asl savol, Sodiq endi hech kim uni qudratli odam deb ko'rmay qo'yganida qanday munosabat bildiradi? U xatosini tan oladimi, yana hammani ayblashda davom etadimi, yoki yuzini saqlab qolish uchun tavakkal va xavfli ish qiladimi? Manzurachi. U adolat uchun hammasini aytadimi, yoki bir paytlar oila deb atagan narsasi uchun yana bir bor jim qoladimi? Agar siz ham bu voqeani kuzatayotgan bo'lsangiz, o'ylab ko'ring. Aslida kim vaziyatni qo'lida ushlab turibdi? Nazokatmi, Manzurami? Yoki jim turib katta sirni payqayotgan Nosirboymi? Keyingi voqealarni o'tkazib yubormang. Chunki ba'zan eng og'ir qulash dushmandan emas, noto'g'ri joyga qo'yilgan ishonchdan boshlanadi. Ammo Sodiqning dardi yuzlashtirish xonasida tugamaydi. Tergovchining savollaridan chiqqach, u yana bir undan ham achchiqroq haqiqatga uriladi. Bir paytlar yonida ishlagan, unga chidagan, uning og'ir fe'lini ko'targan odamlar endi qaytishni istamayapti, hatto u ko'proq pul to'lashga tayyor bo'lsa ham. Sodiq uchun pul har doim hamma narsani tuzatadigan eng tez yo'l bo'lib kelgan. Odam ketdimi, maoshni oshiradi. Ishonch yo'qoldimi, ustiga manfaat qo'shadi. Obro' dars ketdimi, hokimiyat bilan boshqalarni jim qiladi. U bu usulga juda uzoq vaqt o'rganib qolgan. Shuning uchun kompaniya izdan chiqqanda, uning xayoliga birinchi kelgan narsa kechirim so'rash emas. Eski odamlarni 3 barobar maosh bilan qaytarish bo'ladi. Tashqaridan qaraganda, bu juda jozibali taklif. Lekin Taman opa uchun bu eski yara yana tirnalgandek tuyuladi. U qarshisidagi raqamga imkoniyat deb qaramaydi. U o'zini mensimagan kunlarni, bir chetga surib qo'yilgan vaqtlarni, faqat cho'kayotgan kemani qutqarish kerak bo'lganda esga olinganini ko'radi. Shuning uchun Taman opaning rad javobi og'ir eshitiladi.
U baland gapirishi shart emas. Qiyin paytda Afzalni tashlab ketmadim. Endi pul uchun yuz o'girsam, odamlarning yuziga qanday qarayman? Desa bo'ldi, xonaning havosi ham o'zgarib ketadi. Menimcha, bu juda hayotiy lahza. Chunki rostdan ham puli kam, pulga muhtoj odamlar bor. Lekin baribir ular bosib o'tishni istamaydigan bir chiziqni saqlab qoladi. Bu ularning hammadan ulug' ekanini anglatmaydi. Shunchaki ular biladi, bugun or-nomusni sotsa, ertaga ko'p pul bilan ham ko'ngli tinchimaydi. Afzal buni eshitib, albatta ichidan larzaga keladi. Lekin uning qiyin joyi shundaki, hissiyot qarzni to'lamaydi, kompaniyani qutqarmaydi, xodimlarni ushlab qolmaydi, oyning oxirida maoshni yetkazib bermaydi. U Taman opa mehr va sadoqat bilan yonida qolayotganini biladi. Ammo aynan shu sadoqat uning yelkasiga yanada og'irroq yuk bo'lib tushadi. Balki o'sha paytda Afzalning ichida faqat minnatdorlik bo'lmaydi. Aybdorlik ham bo'ladi. Chunki u o'z yonida qolgan odamning zarar ko'rishga rozi bo'layotganini tushunadi. Mas'uliyatli erkak esa kimdir uning uchun qurbonlik qilayotganini ko'rib, to'liq xursand bo'la olmaydi. Jahongir esa chetdan turib, Sodiq ko'rmayotgan narsani ko'radi. Bu endi kompaniyaga yaxshi ishchi kerakligi haqida emas. Bu kimga hali ham ishonishini sinaydigan payt. Sodiqning puli vaqtni sotib olishi mumkin, mehnatni sotib olishi mumkin, majburan berilgan rozilikni ham sotib olishi mumkin, lekin yo'qolgan hurmatni qaytarib ololmaydi. Rad javobi ko'paygani sari Sodiqning jahli chiqadi. U pulga achinayotgani uchun emas. Birinchi marta pul odamlarni bosh egdira olmayotgani uchun kuyinadi. Yuqorida turishga o'rgangan odam uchun bunday rad etilish, oxirgi suyangan kursisini tortib olishdek og'ir tuyuladi. Va kibriga tegilganda Sodiq yumshashni tanlamaydi. U tahdid qiladi, kim menga qaytmasa, keyin ozdan ko'rsin. Bu gap tashqaridan ogohlantirishga o'xshaydi. Aslida esa u yopilayotgan eshikning ovoziga o'xshaydi. Chunki aynan shu lahzada unga hali ozgina achinib turgan odamlar ham Sodiq hech narsani tushunmaganini anglay boshlaydi. U nazokatdan aldandi, lekin nega aldanganini hali tushunmadi. Yaqinlarni yo'qotdi, lekin ular nega ketganini hali anglamadi. Xodimlarni yo'qotdi, lekin baribir ular faqat kattaroq narx kutyapti deb o'ylaydi. Sodiqning xatosi pul yo'qligida emas, u odamga kerak bo'ladigan yagona narsa pul deb o'ylashida. Menimcha, bundan keyin Sodiq bilan Manzura orasidagi masofa yanada uzoqlashadi. Chunki Manzura endi faqat muvaffaqiyatsizlikka uchrayotgan sobiq erini ko'rmaydi. U qo'rquvini hokimiyat bilan yopmoqchi bo'lgan bir erkakni ko'radi. Agar uning ichida ozgina ikkilanish bo'lgan bo'lsa, aynan shu munosabat uni butunlay qat'iylashtirishi mumkin. Afzal esa juda qiyin tanlov oldida qoladi. Agar u odamlarni mehr bilan ushlab tursa, shu ishonchga munosib ekanini isbotlash kerak. Agar ishini saqlab qololmasa, Taman opaning yaxshiligi uning yuragida og'ir yuk bo'lib qoladi. Ba'zan senga ishonayotgan odamning bosimi dushmanning mensimasligidan ham og'irroq bo'ladi. Eng xavotirli tomoni shuki, Sodiq bunday rad javobini hazm qiladigan odamga o'xshamaydi. Unga o'xshagan odamlar chekinib, jim ketmaydi. U Afzalga to'sqinlik qilishi, mijozlarni tortib olishi, boshqa odamlarni o'ziga og'dirishi yoki eski aloqalari orqali uning kichik kompaniyasini nafas ololmaydigan holga keltirishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, Jahongir ham aniq tanlov qilishga majbur bo'ladi. Chetda turib kuzatadimi yoki Afzalga Sodiq bosimiga qarshi turishda yordam beradimi? Taman opa esa oddiy ishchi ayol bo'lsa ham, butun guruhning insoniyligini ushlab turgan tayanchga aylanishi mumkin. Chunki boy odam pul bilan hammani o'z tomonga tortishga uringan paytda, qo'lida ko'p narsasi bo'lmagan bir ayol oqibat uchun qolishni tanlaydi. Aynan shu qarama-qarshilik voqeaga og'irlik beradi
va oxirida qoladigan ta'sir sodiq kimnidir kompaniyaga qaytara oldimi yoki yo'qmi degan narsa emas. Ko'z oldimizda mol-mulki silkinib turgan bir erkak turadi. U ilk bor anglayotgandek bo'ladi. Ayrim eshiklar kalit yo'qligi uchun yopilmaydi. Ichkaridagi odamlar endi ochishni istamagani uchun yopiladi. Pul bilan qilinadigan savdolardan uzoqlashganimizda, voqea birdan eski bir uy ichida pastroq ohangga tushadi, lekin aynan eng sokin tuyulgan joyda Dildorning ichidagi yoriq avvalgidan ham aniqroq eshitila boshlaydi. Dildor otasining uyiga narsalarni olish uchun qaytadi. Eshitishga oddiydek, bir nechta kiyim, bir-ikki hujjat, qo'lga o'rganib qolgan mayda-chuydalar. Ammo u uchun bu uydagi har bir buyum endigina yopilgan hayotining bir bolagini ortga tortayotgandek bo'ladi. Eshik ochiladi. Eski uyning hidi hali ham o'sha, otasi ham o'sha joyda o'tiribdi, faqat bu safar u istagan payti qolib ketishi mumkin bo'lgan qiz sifatida kirmaydi. Dildorning otasi qarashidagi ogirlik bu sahnani yanada bosimli qiladi. U qizining boshpanasi borligidan xursand, lekin bu xursandchilik to'liq emas. Uning ichida juda sokin bir qo'rquv ham bor. Endi qizini ko'rmoqchi bo'lgan har safar, balki boshqa birovning ruxsatini kutishga majbur bo'ladi. Menimcha, Dildor o'zini yaxshi tutishga harakat qiladi. U yengil gaplar aytadi, otasiga dorisini ichishni eslatadi, buyumlar qayerdaligini so'raydi, ovqatni vaqtida yeyishni tayinlaydi. Lekin odam qancha oddiy ko'rinishga urinsa, ko'z yosh shuncha oson keladi. Chunki u ich-ichidan yaxshi biladi, u faqat narsalarni yigmayapti. U eski erkinligining bir qismini ham yigishtiryapti. Aynan shu paytda Said paydo bo'ladi. Shovqinsiz, shoshilmasdan, hech kimni qaytarib olmoqchi bo'lgan odamdek emas. U faqat otasi uchun dori olib keladi, juda mayda gaplarni so'raydi, juda oddiy ishlarni qiladi. Lekin ba'zan aynan shu oddiylik xavfli bo'ladi. Chunki u Dildorni tanlov qilishga majburlamaydi, balki unga bir paytlar tushunilganini eslatadi. Said sevgi haqida gapirmaydi. Balki u ham biladi, hozir sevgi desa, hammasi yanada yomonlashadi. U Dildorning o'g'rigi chetida turishni tanlaydi, otasiga dori ichiradi, korpani tortib qo'yadi, uning qo'lidan tushib ketgan narsani olib beradi. Bu mayda ishlar ushlab qolishga o'xshamaydi, lekin baribir yurakni sekin silkitadi va bularning hammasini Nargiz ko'rib turadi. Eng bo'g'uvchi joy ham shu. Nargiz hech qanday sevgi izhorini eshitishi shart emas. U faqat Saidning Dildor yonida qanday jim turishini ko'rsa bo'ldi. Uning yuragida hali qulflanmagan bir xona borligini tushunadi. Ziyrak ayol ba'zan raqibining gapidan qo'rqmaydi. U yashirib bo'lmaydigan nigohdan qo'rqadi. Uzoqdan turib, Nargiz o'ziga Said faqat yordam beryapti deb aytishi mumkin. Ammo qancha ko'p qarasa, o'zini aldayotganini shuncha ko'proq sezadi. Chunki bu mehribonlik butunlay begunoh emas. Uning ichida o'tmish bor. Aytilmay qolgan gaplar bor. Va u Nargizni yonida turgan. Lekin aslida ichkariga kira olmayotgan odam holatiga qo'yadi. Keyin Afzal keladi. Faqat bir lahza yetadi. Afzal Saidning Dildorga narsalarni yigishda yordam berayotganini ko'radi. Otasi esa yonida. Go'yo uning borligiga allaqachon o'rganib qolgandek o'tiradi. Hech kim ochiqcha noto'g'ri ish qilmayapti. Hech kim chegaradan oshmayapti. Lekin aynan shuning uchun noqulaylikni nomlash ham qiyin bo'ladi. Afzal o'zini bosishga urinadi. U xotinining oldida mayda odamdek ko'rinishni istamaydi. U Dildorning zaifligini, ichida ko'p bosim borligini ham biladi. Lekin erkaklar ba'zan qo'l ushlashdan rashk qilmaydi. Ular o'zlari eng kerak bo'lishi kerak bo'lgan joyga kechikib kelgandek tuyulgani uchun rashk qiladi. Saidning gapi juda sokin chiqishi mumkin. Men faqat unga otasiga qarashishda yordam berdim. Ammo Afzal uchun bu gap eng tarang joyga tegadi. Chunki bu shunchaki izoh emas.
U beixtiyor Afzal hali qila olmagan bir narsani eslatadi. Dildorning otasi yordamga muhtoj bo'lgan paytda uning yonida bo'lish, shu paytda Dildor ikki xil mehr orasida qoladi. Bir tomonda Afzal, u yangi boshlanish uchun tanlagan odam. Boshqa tomonda Said, uni ushlab qolishga endi haqqi bo'lmasa ham, uning hayotidagi eng yumshoq joylarga tegishni hali ham biladigan odam. Dildor hech kimni og'ritmoqchi emas, lekin uning jimligi ikki erkak tomonidan ikki xil oqiladi. Menimcha, bu sahna kuchaytirilsa, Afzal darrov portlab ketmaydi. U kamroq gapiradi, ko'proq qaraydi. Qo'rqinchlisi baqiriq emas, odam hammasini ichiga yuta boshlagan payt. Chunki u toshib chiqqanda odatda endi muloyim bo'lmaydi. Nargiz ham bu yerda endi chetdagi odam emas. U hech kim rasman chaqirmagan voqea ichida turibdi, lekin odamlar o'ylagandan ko'ra ko'proq jarohatlanmoqda. Agar Said hali ham Dildor tomonga qarab tursa, Nargizning sabri asta-sekin sovuq bir izga aylanadi. Shovqinsiz lekin uni bir qadam orqaga chekinishga majbur qiladigan darajada. Dildorning otasi esa, ehtimol, jimlik ichida eng ko'p og'riyotgan odamdir. U qiziga qaraydi, Afzalga qaraydi, keyin Saidga qaraydi. Keksaygan ota ko'p gapirmasligi mumkin, lekin u o'zi qizining ikkiga bo'linishiga sabab bo'layotganini tushunadi. Bu esa kasallikdan ham og'irroq azob, eng keskin lahza juda kichik bir detal orqali kelishi mumkin. Dildor muhim bir buyumni unutib qoldiradi. Said esa u mashinaga chiqishidan oldin uni olib chiqib beradi. Ikki nigoh kerak bo'lganidan bir oz uzoqroq to'qnashadi. Afzal buni ko'radi. Nargiz ham ko'radi. Hech kim noto'g'ri gap aytmaydi, lekin havoning rangi o'zgarib bo'ladi. Qaytishda Afzal uzoq vaqt jim ketishi mumkin. Aynan shu jimlik Dildorni ko'yishdan ham ko'proq qo'rqitadi. U biladi, Afzal o'ylayapti. Taqqoslayapti. O'zidan so'rayapti, u haqiqatan ham Dildorning yuragiga yetib bordimi, yoki uni faqat eski tanlovdan olib chiqib ketdimi? Shu yerdan Dildorning nikohi endi faqat sevgi bilan mustahkam turmaydi. Unga ishonch kerak, nafas olishga joy kerak, Afzalning yetilganligi kerak. Agar u xotinini yo'qotish qo'rquvini nazoratga aylantirsa, Dildor o'zini yanada qamalib qolgandek his qiladi. Ammo juda bosh qo'yib yuborsa, 60ga qaytadigan yo'l ham ochilib qoladi. Bu sahnadan keyin xotirada qoladigan narsa, Dildorning mashinada o'tirib, eski narsalar solingan sumkani ikki qo'li bilan mahkam ushlab ketayotganidir. Ichida kichkina buyumlar bor, lekin ular tugamagan bir umrdek og'ir. Oyna ortida otasining uyi sekin ortda qoladi, uning ichida esa yana bir eshik yarim ochiq qoladi. Hali hech kim uni batamom yopishga jur'at qilmagan. Mashina Dildorni otasining uyidan olib ketadi. Lekin u bilan birga faqat eski buyumlar solingan sumka qaytmaydi. Butun yo'l davomida unga bir sukut hamroh bo'ladi. Afzal esa bu sukutni eshitadi. Garchi Dildor bir ogiz ham gapirmasa ham, Afzalning uyga kelishganda, tashqaridan hammasi biroz tinchigandek ko'rinadi. Eshik ochiladi, uydagilar hol-ahvol so'raydi, ovqat tayyor, nasihatlar ketma-ket yangraydi. Begona ko'z bilan qaraganda Dildor juda ehtiyot qilinayotgandek. Ammo ba'zan ortiqcha gamxo'rlik ham odamni charchatadi. Ayniqsa, buni qilma, hech qayerga borma, ko'p o'ylama degan gaplar yumshoq ipdek odamning atrofiga oralaver. Afzalning onasi yomon niyatli emas. Menimcha, u chin dildan Dildorni, bolani, shuncha bo'rondan keyin endi tinchigandek bo'lgan oilani o'ylaydi. Lekin bunday mehrning qo'rqinchli tomoni shundaki, u chegarani sezmaydi. U o'zini yomg'irdan pana qilyapman deb o'ylaydi. Pana bo'layotgan odam esa asta-sekin havo yetishmayotganini his qiladi. Dildor boshida sabr qiladi. U homiladorligini, hamma uning hayajonlanishidan qo'rqayotganini, Afzal uni uyga qaytarish uchun ko'p kurashganini tushunadi. Ammo tushunish boshqa, chidash boshqa.
U otasini tilga olsa, Afzalning onasi darrov gapni buradi. Qo'ng'iroq qilib hol so'ramoqchi bo'lsa, dam olishni aytadi. Yana borib ko'raman desa, uy ichidagi havo birdan og'irlashib qoladi. Aynan shunaqa mayda lahzalar odamni bog'adi. Hech kim uni urishmaydi. Hech kim og'ir so'z bilan bosim qilmaydi. Lekin asta-sekin Dildor o'zini xavfsiz joyga qo'yilgandek, keyin esa buning uchun minnatdor bo'lishi talab qilinayotgandek his qila boshlaydi. Afzal ikki taraf orasida qoladi va bu juda nozik joy. U xotinini chin dildan sevadi. Uni yo'qotishdan ham chin dildan qo'rqadi. Dildorning otasi uyida Saidni ko'rganidan keyin uning ichidagi xotirjamlik avvalgidek qolmaydi. U ochiqdan-ochiq taqiqlamaydi, lekin savollarda tikan paydo bo'ladi. U yerga ko'p borishing shartmi? U bilan uchrashishing zarurmi? Otangga nima kerak bo'lsa, men odam yuboraman. Eshitganda hammasi gamxo'rlikka o'xshaydi. Ammo shu gamxo'rlik tagida juda erkakcha bir qo'rquv yashiringan. Sevgan odamingning ortga qaytishi mumkin bo'lgan yana bir joyi borligidan qo'rqish. Dildor Afzal uni ranjitmoqchi emasligini biladi. Lekin u ham sezadi, erining sevgisi sekinasta kuzatuvga aylanib boryapti. U har safar jim qolsa, Afzal uni Saidni eslayapti deb o'ylaydi. U xafa bo'lsa, eski uyini sog'inyapti deb tushunadi. Otasiga qaramoqchi bo'lsa, o'zini uning hayotidan chetda qolgandek his qiladi. Shuning uchun Dildorga rostini aytish tobora qiyinlashadi. Otasini sog'ingani haqida gapirsa, erini ranjitib qo'yishdan qo'rqadi. Afzalni yaxshi ko'rishini aytsa ham, otasi yolg'iz qolganini o'ylab yuragi og'ir. Said bilan endi hech narsa yo'q desa, o'zi ham uning otasiga gamxo'rlik qilganini ko'rganda nega ko'ngli yumshaganini tushuntira olmaydi. Boshqa tomonda Nargiz shovqin bilan voqeaga aralashmaydi. U hech kim aytmagan narsalarni ko'rib ulgurgan odamdek hushyor kuzatadi. Nargiz Said muammo ekanini tushunadi, lekin yagona muammo u emas. Bu nikohdagi xavfliroq narsa, balki Afzalning qo'rquvidir. Shuning uchun imkon topib Afzal bilan yolg'iz gaplashganda, Nargiz uni ayblamasligi mumkin. U faqat juda yengil, lekin odamni joyida qotirib qo'yadigan bir gap aytadi. Siz qancha qattiq siqsangiz, u shuncha nafas oladigan joyini eslaydi. Bu gap maslahatga o'xshamaydi. U Afzalning oldiga qo'yilgan oynaga o'xshaydi. Birinchi marta Afzal o'ziga chetdan qarashga majbur bo'lishi mumkin. U doim Dildorni o'tmishdan, Saiddan, uni og'ritadigan to'qnashuvlardan himoya qilyapman deb o'ylagan. Ammo agar shu himoya uni eriga rost gapira olmaydigan holga olib kelsa, u xotinini ushlab turibdimi yoki uni sukutga itaryaptimi, menimcha, aynan shu joy Afzalni larzaga soladi. Chunki u boshqa erkak bilan kurasha oladi. Saidga qarshi tura oladi, Dildorni eski uydan olib chiqib keta oladi, javobgarlikni bo'yniga oladi. Lekin o'z ichidagi bezovtalikni yengish unga oson bo'lmaydi. Afzalning onasi esa bilmagan holda ishni yanada murakkablashtiradi. U Dildorning jimligini ko'rsa, yanada ko'proq gamxo'rlik qiladi. O'g'lining asabiyligini sezsa, keliniga odobli bo'l, ehtiyot bo'l, gapga kir deb ko'proq tayinlaydi. Har bir gap tashvishdan chiqadi, lekin yigilib devorga aylanadi. Shu devor orasida qolgan odam esa, Dildor, keskinlik juda oddiy bir holatda portlashi mumkin. Dildorning telefoni jiringlaydi, otasi qo'ng'iroq qiladi. U endi javob bermoqchi bo'lganida, Afzalning onasi keyinroq gaplash, avval dam ol deydi. Afzal ekranga qaraydi, otasining ismini ko'radi, lekin xayoliga Said keladi. Atigi bir soniyalik shubha va uning yuzi o'zgaradi. Dildor o'sha nigohni payqab qoladi. Hech kim baland gapirmasa ham, u o'zini tekshirilayotgandek his qiladi va balki aynan shu lahzada u ilk marta javob qaytaradi. Baqirmaydi. Faqat kichkina, ammo og'ir bir gap aytadi. Men bu uyga sizning xotiningiz bo'lib keldim.
har bir nafasimga ruxsat so'rash uchun emas. Xona jim bo'lib qoladi, Afzal qotib qoladi. Afzalning onasi kelini uning mehrini tushunmadi deb ranjiydi. Dildor esa shu gapni aytgach, ehtimol o'zi ham qo'rqib ketadi. Chunki odam uzoq vaqt sabr qilsa, birgina rost gap ham hammasini muvozanatdan chiqarib yuborishi mumkin. Agar bu gap Saidning quloqiga yetsa, yoki u tasodifan Dildorning qiynalayotganini bilib qolsa, u juda xavfli vasvasaga duch keladi. Yana bir marta unga yordam berish kerakmi yoki yo'qmi? Agar u aralashsa, Afzal o'z shubhalarini to'g'ri deb biladi. Agar chetda tursa, Dildor yanada yolg'izroq his qilishi mumkin. Nargiz esa o'sha ogohlantirishdan keyin Afzalga endi begona odamning nigohi bilan qaramaydi. U juda achchiq bir narsani tushunadi. Agar ichkaridan odamlar bir-birini o'g'rita boshlagan bo'lsa, ularning baxtini buzish uchun tashqaridan kimdir kelishi shart emas. Oxirida Afzalning uyi hali ham chiroqli, hali ham odam ovozi bor, hali ham xavfsiz joyga o'xshaydi. Lekin Dildorning ichida bu xavfsizlik birinchi chizigini oldi. Shovqinsiz, darrov buzilib ketmasdan faqat o'sha lahzadan boshlab, uydagi har bir yopilgan eshik unga qulf ovozidek eshitila boshlaydi. Butun songi bor yoxud kechir 2121 qism voqealarga qarasam, men buni faqat xiyonat yoki tushunmovchilik haqidagi qism deb ko'rmayman. Bu go'yo bir girdobga o'xshaydi. Har bir qahramon o'zining eng chuqur zaif joyiga tortib boriladi. Sodiq pul orqali yana hammasini qo'lga olmoqchi bo'ladi, lekin qancha urinmasin, yo'qolgan ishonchni pul bilan qaytarib bo'lmasligini ko'radi. Nazokat burchakka siqilgandek ko'rinsa ham, dalilni qurolga aylantira oladi. Manzura esa juda uzoq vaqt jim yurgan ayol, endi uning birgina gapi ham Sodiqning 60'ini larzaga solishi mumkin. Meni eng ko'p o'ylantirgan narsa Afzal va Dildorning hikoyasi bo'ldi. Ular bir-birini tanladi, yangidan boshlashni xohladi, ammo ko'p jarohatlardan keyingi muhabbat darrov tinch bo'lib ketmaydi. Afzal Dildorni yaxshi ko'radi, lekin uni yo'qotish qo'rquvi asta-sekin uni siqishga majbur qiladi. Dildor bu mehrni tushunadi, ammo qanchalik himoya qilinsa, shunchalik nafas yetishmayotgandek bo'ladi. Said esa sevgi haqida gapirmasa ham, uning sokin borligi Dildorning ichidagi hamma narsani silkitadi. Nargiz buni ko'radi va o'zi ham juda alohida bir og'riqqa tortiladi. Yonida turgan odamning yuragi hali boshqa joyda qolganini his qilish o'g'rigiga. Shunda savol qoladi. Bu hikoyada aslida kim haq? Sodiq haqiqatan ham jabrdiydami yoki o'zi fojia kirishi uchun eshikni ochgan odammi? Nazokat faqat ochko'z ayolmi yoki uning ortida hali kattaroq sir bormi? Afzal xotinini himoya qilyaptimi yoki o'zi bilmagan holda sevgini nazoratga aylantiryaptimi? Dildor esa o'ziga kerak narsani aytishga kuch topadimi yoki hamma tinch bo'lsin deb yana sukutni tanlaydimi? Menimcha, bu qismning eng katta sabogi chegara degan so'zda. Pulning chegarasi bor. Yaxshilikning chegarasi bor. Sabrning ham chegarasi bor. Agar inson doim boshqalarni hokimiyat bilan yonida ushlab turaman deb o'ylasa, bir kuni ularning jim ketganini ko'rishga majbur bo'ladi. Muhabbatda esa ba'zan juda qattiq ushlab turish odamni xavfsizroq qilmaydi. Aksincha, u bir paytlar nafas olgan joyini eslashga majbur qiladi. Bu voqealarni ko'rgandan keyin, balki har birimiz o'zimizga sekingina savol berarmiz: men ham hech qachon mehr nomi bilan kimnidir nazorat qilmaganmanmi? Juda uzoq jim yurganim uchun boshqalar meni o'g'rimaydi deb o'ylab qolmaganmi? Pul, va'da yoki qurbonlik haqiqiy hurmatning o'rnini bosa oladi deb ishongan paytlarim bo'lmaganmi? Agar siz ham shu yerga qadar kuzatgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Siz ko'proq Dildorga achinyapsizmi, Afzaldan xafa bo'lyapsizmi, yoki Sodiq endi o'z tanlovlari uchun haq to'lay boshladi deb o'ylaysizmi?
So'nggi bor yoxud Kechir 2 ning keyingi voqealarni kutishda davom etish uchun like bosishni, ulashishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Doim yonimizda bo'lganingiz, tinglaganingiz va bu filmning har bir hissiyot qatlamidan birga o'tganingiz uchun rahmat. Keyingi qismda yana ko'rishguncha balki yangi bir haqiqat hammaning qarashini o'zgartirib yuborar.